Audi o'zining Nuvolari superkarini namoyish etdi. Bu rasman brend tarixidagi eng kuchli va eng tezkor avtomobil hisoblanadi. Model 1930-yillarning afsonaviy italiyalik poygachisi Tazio Nuvolari sharafiga nomlangan. Muhandislar to'liq elektrlashtirish trendlariga ergashmasdan gibrid maxluqini yaratishga qaror qilishdi. Uning kapoti ostiga 4 litrli V8 turbo o'rnatilgan bo'lib, 3 ta elektromotor bilan birgalikda klassik Bugatti Veyron singari naq 1100 ot kuchini beradi. Raqamlarga kelsak, avtomobil 0 dan 100 km/s tezlikka 2,6 soniyada, 200 km/s tezlikka esa atigi 608 soniyada erishadi. Maksimal tezligi 350 km/s dan oshadi. Kuzovi deyarli butunlay Formula 1 texnologiyalari asosida karbondan qilingan. Poygalardagidek DRS tizimiga ega faol aerodinamika va yo'lni o'qib burilishga oldindan tayyorlanadigan aqlli podveskasi bor. U juda cheklangan nusxada butun dunyo uchun jami 499